Assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mening ismim Farhad. Bugungi iqtisod qonunlarini kenglarni qiziqib qarshimda. Mablag' solish xatarlik, mablag' sanachada ehtiyojchan bo'ling, ham o'zingizga xos uslubda mablag' solishni o'rganing. Bugun paranglashadiganimiz bo'lsa, biz kitob o'qishni qanday boshlaymiz? Kitob o'qish iqtisod bilimlarida bak muhim. Cho'qimmi eng to'g'ri iqtisodlarni tushunish, falsafaga yetish, ondan to'g'ri mablag' solish jihatlarida iqtisod bilimlari baklanmaydi. Warren Buffettmi kuniga 12 soatda kitob o'qiydigan hozirgacha. O'zimi deydi, ko'chadagi 10 dollarlik kitob bilan shu tarixda o'tgan nurg'un cho'ng iqtisodchilarniki necha milliardlik bilimlarga erisha olasizlar deb. Amaliyotda deganim rost. Men shunday bilimlarga erishdim. Agar unda kitoblarni o'qimamasam, nurg'un yerlarda cho'ng xatoliklarni sodir qilgan bo'ldim. Ham o'zimning hissiyotimga boshqa narsalarga qiziqib ketib, o'zimning hissiyotimni kontrol qila olmay, qimog'i nimamni chiqdim dedim. Insonlar shunchalik oson tushib ketadi, shunchalik oson qiziqib ketadi. To'g'ri kontrol qilma deb turibmi? Ba'zan chog'larda yanada kontrol qila olmay bo'lib qoldim. Hissiyotga ergashib ba'zan chog'da cho'ng setib elib, yoki baldur setib etib degandek ishlar yuz berib qoldim. Shunaqa to'g'ri yerlarni tushunish uchun jihatlarda shu falsafalik cho'ng ideya kerak. Shunga kitob o'qish bak muhim. Ham bu meniki degan kitob o'qishni qanday boshlash degan temada so'z uchunmi cho'qimlam iqtisodchi bo'ling yoki mablag' solishni o'rganing, shunga kitob o'qing deyish emas. Boshqa ishlaringiz bo'lsa-mu, har qanday odam menimcha kitob o'qisa shunda yaxshi, shunda foydali. Har qanday odamga mush kelgusidami texnik idealik odamlar, falsafalik ham ijodchan, kashfiyatchan odamlar texnik qo'yib ketadi. Shu chaqda bizmi zamondan keyin qolmasligimiz uchun ham vatanimizni yaxshi qurish uchun cho'qim kitobni jiq o'qishimiz kerak. Bo'libmi shu Yahudiy millatlari dunyo bo'yicha eng jiq kitob o'qiydigan millat. Shunga hozirgacha necha ming yil yurib qo'ygan davlatlarni qaytadan qura oldi. Undan sonra biz temamizga kirib ketsak, eng beshida biz cho'qim o'zimizga mos kelgan to'g'ri sohadagi kitoblarni o'qishni boshlash kerak. Bo'libmi boshda boshlaganlar o'zini bisim qilib shundoq tez o'zi qiziqmaydigan kitoblarni o'qimaslik kerak. Cho'qim o'zi qiziqadigan, mayli roman bo'lamdi, hikoya bo'lamdi, yo cho'chak bo'lamdi, yo qiziqarli yumorlar bo'lamdi, shuningdan o'zini boshlash kerak. Eng avval qiziqtirish kerak. Qiziqtirish shunchalik muhim. Bizmi hozirmi bolalarimizga bir sohadagi tantarbiya yo muzika bir narsani o'rgatish uchun eng burun shu kichigidan boshlab qiziqishini yetildiramiz. Hargiz uni zo'rlab o'rgatishni emas, qiziqishi shunchalik muhim. Kelgusida siz o'zingiz zo'rlamasangizmi, o'zi qiziqib o'rgandan olib ketadi. Shuningga o'rganish deb o'zingizni bisim qo'ymay, o'zingiz qiziqadigan sohalardan boshlab o'qishingiz kerak. Mayli u eng kichik bolalarning hikoyasi yoki rasmli kitoblari bo'lamdi, mayli hech nima bo'lmaydi. Men hozirgacha komik, shu rasmlik Yaponiyaniki kitoblarni o'qiyman. Men kichigimdan shuningdan boshlagan, hozirgacha shu necha yuz ming xil komiklarni o'qib oldim. Hozirgacha o'qiyman. 10-20 yil to'xtamay chiqayotgan komiklar bor. Uni oxirini ko'rib bilamdim, chunki oxirida tugmadi. Shunga davomli yana ko'ryapman. Bularmi menga shu kitobni o'qishdagi eng cho'ng foyda kelgan, mening kallamni ochgan soha amaliyotda shu komik. Kichik bolalar 15-16 yoshli bolalarga sen siyosatdan o'qib ya bo'lmasa tarixlardan o'qib o'rgan, shulardan boshla desangiz, ular shunchalik bisim keldi, ham xohlamaydi, yaxshi ko'rmaydi. Men bu unda vaqtlarda unda kitoblarni o'qib sinab baqqan, hargiz kallam kirmaydi. Hozir men unda kitoblar shunchalik amroq, tarixiy, jo'grafiyalik, shu har xil madaniyatlarni, dunyodagi har xil bilimlarni men o'rgansam, qiziqsam, hamma narsani bilib olsam, deb kitoblar shu xil kitoblarni o'qiyman. Shunga eng beshida boshlashdiki, o'zingizni qiziqtiradigan kitoblar bilan boshlash shunchalik muhim. Ondan boshqa xil temalarni asosan sinab baqsangiz bo'ldi. Boshqa xil temalardagi kitoblarning shunchalik ma'nilikligini tushunsiz. Hammasiniki shunchalik sehrlik yeri borligini tushunsiz. Nima uchun? Chunki men hozirga ishlab keldim. Har bir odam bir dunyo, har bir odamning bir dunyolik xiyoli, bir dunyolik ideyasi bor. Shularni hammasini o'qishmaydigan qilib, bir kitob qilib chiqarsa, yoki bir kino qilib chiqarsa, u odamni shunchalik qiziqtirdi, ham o'zingiz o'ylab baxmagan yerlardan o'ylay oladigan bo'lasiz. Yangi bir xil ideya kallangizda, ham ideyangizda urug' tortib paydo bo'ldi. Ondan men sizlarni yana bakrak shu kitobga qiziqtirish uchun bundaq deb beray. Men hozir odatda kitob ko'rsam, yo bo'lmasa kino ko'rsam,
Men o kitobning mazmuniga bilan qiziqmayman. Yana nimaga qiziqaman, nimani o'ylayman degan chog'da, mush kitobni yozgan odamning kallasi nimani o'ylab turib, shunday yozgandi deb o'ylayman. Mushu vaqalikni yozgan vaqtida nima o'ylagandi? Men yana bir vaqalikni yozgan chog'da qanday tajribalarni o'tkazib, mush haldagi xiyollarni qila oladigan holatga yetgandu deb o'ylayman. Hatto kinolarni ko'rgan chog'dami, mushu kinoni yozgan yozuvchi nimalarni o'ylab mushni yoza olgandu deb shularga qiziqman. Shular meni qiziqtirdi. Shuningga men uchun har bir odamning ideyasi shunchalik sehrlik. Shunda ufqim keldi. Shunga men kitoblarga shunchalik qiziqman. Agar mushu gaplarimdimi yana kitob o'qishga qiziqmagan bo'lsangiz, o'zimniki bir maxfiyatligimni deb beray. Balkim shuningdan bakrak qiziqib qilishingiz mumkin kitob o'qishga. Men kichigimdan mundaq o'ylaydim. Bunda xiyollarni qildim. Shunda kichik vaqtimdan uni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Men mushu biz jannatga kirsak qandoq bo'lamiz? Jannatga kirsak zot qandoq bo'ladi deb o'yladim. Hammamiz deyotganimiz mush jannatda har qandoq nimni xolasa shuni qilib bo'ldi. Olma yegis kelsa olma og'ziga tushdi. Banan yegis kelsa banan egilib oldiga kelib berdi deb rivoyatlarni deb berdi ota-onamiz. Keyin men sal cho'ng bo'lganroq bunda ishni his qildim. Ya'ni odamlar har qanday bir ishdan shunchalik qiziqsimi, bir mezgil o'tgandan keyin u narsaga bo'lgan qiziqishi asosan so'yib qoldi ekan. U qiziqish mangu bo'lmaydi ekan. U qiziqishi yana boshqa narsaga yo'tkildi ekan. Ya'ni o'zi o'qimagan, yana bir xil narsaga yo'tkilib boqdi ekan. O'zi o'qimagan narsalarni o'qib boqisi keldi ekan. Bu dunyoda mana biz o'qimaydigan narsalar shunchalik chiq bu. Shunga men o'ylab qoldim, agar biz aslida jannatda yashasakmi, har qanday shunchalik go'zal ishlar bo'lsa-mu, biz u yerda biz qanchalik yashay olamiz, qancha uzoq yil yashay olamiz, 1000 yil, necha ming yil yashagandan keyin u jannatning ichidagi har qanday qiziqishlarmi balkim asosda biz qiziqtirmaydigan bo'lib qolishi mumkin, biz uchun fayzi tuyulmaydigan bo'lib qolishi mumkin deb o'yladim. Andan keyin u jihatdan o'ylab eng oxiri bir amal topdim. Menga o'zimizniki jannatda qiziqishimizni davomlashtira oladigan bir amal. O bo'lsa-mu nima? Mushu dunyoda yashab baqqan har qanday odamning ideyasini tushunish, shunda qilib davomlashtiraverish. Andan keyin eng oxirida o'zingiz butun odamlarning ideyasini tushungandan keyin balkim yana to'xtamay yangi ideyalarga ega bo'la olishingiz mumkin. Shundan keyin bu ideyalarni o'ylayverib, eng oxirida men mush xil ideologiyani hozirgi mushu dunyodami qilib bo'lamdigandu deb o'zimga savol qo'ydim. Keyin oxiri ona javobiga erishdim. U bo'lsin nima? Kitob o'qish. Kitob o'qisangiz hamma odamning ideyasiga ega bo'la olasiz. Shunchalik sehrgarlik. Shunga men bu kitob o'qish to'g'riliq shunchalik so'zlab beray. Mushulardan balkim o'zingizga ozroq bo'lsa-mu kitob o'qish qiziqishingizni yetildirgan bo'lishimni umid qilaman. Agar bu videomni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, boshqa taqdim besib qo'ying, boshqalarga tavsiya qilib qo'ying. To'g'rim abone bo'ling. Allohga